Barchaga assalomu alaykum. O'tgan safargi videoyimda nashriyotlarni platformasidan qanday qilib foydalanish, tayyorlagan maqolangiz bo'yicha ma'lumotlarni kiritib, har bir nashriyotda Journal Finding platformasi bor. O'sha Journal Findingga kerakli ma'lumotlarni kiritib, mos jurnallar topish haqida ko'rsatmalar berib o'tgandim. Endi bu safar o'sha topgan jurnalimizga maqolani qanday qilib jo'natish, har bir bosqichni birma-bir ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, jurnal platformasidan foydalanib maqolani jo'natishda ko'pchilik e, PhDlar, ko'pchilik olimlarda ozgina murakkabchiliklar bor ekan. O'sha ilmiy izlanuvchilarga kelajakda o'sha maqolasini Scopus bazasidagi jurnallarda chop etish xohish istagi bo'lsa, o'ylaymanki bu video manfaatli bo'ladi. Demak, Elsewier'ni Journal Finding platformasi platformasidan foydalanib, demak, ma'lumotlarni kiritdim. Bu ma'lumotlar plazma yordamida rezistant bakteriyalarni qanday qilib o'ldirish o'sha haqida yozilgan. Xorijiy hamkorlar bilan ishlaganmiz. Mana demak, Drug Resistant Disease jurnaliga birma-bir submit qilishni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, visit journal page qilamiz. Impact faktori yuqori jurnallardan biri ekan. Buni talablari ham ko'proq bo'lishi kerak. Ataylabdan shu jurnalni tanladim. Demak, submit your article. Demak, jurnal o'zini platformasiga yo'naltirdi. Ko'pchilik bilsa kerak, Orsit number har bir olimni ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lsa, ID numberi bo'ladi. O'sha bo'yicha ham ro'yxatdan o'tish mumkin. Har doim parol, loginni yozmasdan. Demak, mana Orsit platformasiga yo'naltirilyapti. Sign into Orsit. Demak, registratsiyadan o'tmaganman. Endi birma-bir registratsiyadan shu ro'yxatdan o'taman. Orsit bilan ro'yxatdan o'tishni yana avtorizatsiya qo'yamiz. Qo'yamiz. Login tanlaymiz. O'sha maqolalar uchun shunchaki bitta login, qanaqa tanlash o'zingizga bog'liq. Demak, password murakkabroq bo'lishi kerak. Katta harf, kichkina harf, son va simvollar so'raladi odatda. Demak, kiritdik. Title'ni yozsak bo'ladi. Email adres. Demak, institution'ni ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Stop irrigation and melioration bu platformada bor. Demak, edit personal keywords. Demak, Elsewier'ga kiritilganlar bo'yicha turibdi. Microdynamic simulation, plasmid cancer treatment, protein conformation, cell membrane. Demak, continue. Yangiliklar. Demak, we respect your privacy. Please tick the box if you do not wish to receive news. Yangiliklar qabul qilmayman. Demak, belgiladik. I accept terms and condition. Continue.
Demak, mana o'sha emailingizni yozib ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, emailga update kelishi kerak. Emailga jo'natildi dedi. Mana drug resistance updates jurnalidan username ro'yxatdan o'ting deb mana email keldi. Demak, biz journal fayllarga o'tamiz. Resistance, demak, go to login page. Login parolingiz orqali ham kiraverishingiz mumkin. Muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Demak, jurnal platformasiga kirib oldik. Self-report your data to improve inclusion for all in research. Jurnal ma'lumot so'raydi. O'sha submit qilayotgan, demak, olim ayol kishimi, erkak kishimi, qaysi joydan, qayerdan submit qilyapti. Demak, man, China, Japan, Uzbekistan belgili emas. Next question. O'zingizni qanaqa identify qilasiz? Belgiladik. Return to journal, continue mana chiqdi. Demak, mana jurnalni platformasiga kirib oldik. New submissions, revisions completed. Demak, bu yerda biz submit new manuscript tugmasini bosamiz. Demak, mana bizni keyingi oynaga yo'naltirdi. Jurnalga maqola jo'natishdan oldin maqolani tayyor holatga keltirib olamiz. Mana manuscript, European Physics Journal Plus, bunda maqola qilganmiz. O'sha maqolamiz bo'yicha ma'lumotlarni yuklab ko'rsatib o'taman. Demak, title, avtorlar va tegishli affiliation, demak, corresponding avtorlarni emaillari, abstract, xullas standartlarga mos ravishda maqola shakllantirilgan. Okey, endi maqoladan tashqari ba'zi bir jurnallar table of content image so'raydida. Sizni qilgan ishingizni rasmi bitta summarize qilgan, ya'ni jamlangan rasm, plazma bilan ishlov berilgan suv va unda rux oksid nanopartikullarini, nanozarrachalarni sintezi, ularni antibakterial xususiyatlari o'rganilgan mana shu table of content bo'ladi. Bitta qaraganda maqola nima haqida ekanligiga vizual ma'lumot bera oladi. Demak, table of content bor. Ba'zi bir jurnallar, hammasi emas, highlight so'raydi. Highlight kamida 4 ta bo'lish kerak, qisqa va lo'nda yozilishi kerak. Demak, bitta gap, ikkinchi gapimiz, uchinchi gapimiz, to'rtinchi gapimiz o'sha maqolani qisqacha summary qilingan momentlari. Demak, undan keyin declaration of competing interest. Misol uchun, sizni maqolangizda juda katta, misol uchun, yangilik qilgan bo'lsangiz, undan foydalanib odamlar biznes qilish mumkin. O'sha paytda declaration of interest statement siz bilan bog'lanishini so'rashingiz mumkin. Sizni olingan natijalaringizdan sizni roziligingiz orqali qanaqadir kelishuv qilib foydalanish mumkin. Agar siz
kiritgan yangilik juda katta bo'lmasa, mana bu belgilab qo'yasiz. Demak, the authors declare that they have no non-competing financial interest. Demak, hech qanaqa moliyaviy interest yo'q. O'shaning uchun belgilab, buni ham tayyorlab qo'yamiz. Demak, cover letter. Cover letterga juda jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, cover letter maqolani, demak, muharrirlar har bir jurnalga kuniga yuzlab dunyo bo'ylab maqolalar kelib tushishi mumkin. Muharrirlar bu maqolani to'liq sizni maqolangizni o'qimaydi, ko'proq cover letterga e'tibor beradi. Mana cover letter formati shu bo'yicha yozilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, submit qilayotgan avtorni ism familiyasi, ish joylari, telefon nomeri, emaillari, submit qilinayotgan sana. Demak, dear editor in chief, o'sha maqola haqida va lo'nda nima qilingan, qanaqa natijaga erishilgan va u natijani ilmiy amaliy ahamiyati nimadan iborat. Oxirida demak, thank you for considering our submission, sincerely yours, corresponding authors. Demak, shu formatda tayyorlab bitta varaqdan oshirmang cover letterni ham. Qisqa va lo'nda bo'lsin. Demak, author agreement form, ba'zi bir jurnallar buni ham so'raydi. Hamma avtor shu holatda maqolani submit qilishga rozimi, yo'qmi? Demak, mana author agreement form man boshqa nimaga jurnalga belgilagan ekanman. Demak, manuscript title, list of all authors, corresponding authors. Demak, this statement is to certify that all authors have been and approved, have seen and approved the manuscript. Hamma o'qigan, hamma rozi bo'lgan. Mana shu holatda demak, qo'lyozmani jurnalga jo'natishga. Demak, shu asosan kerak bo'ladigan ma'lumotlar, bularni to'liq tahlil olgan ma'qul. Demak, odatda full length article, review, short communication, editorial letter to editor, research brief, har xil holatdagi ma'lumotlarni jo'natish mumkin. Full length article-ni tanlaymiz. Proceed. Demak, ko'rib turibsiz, did you use generative AI to prepare this manuscript? Demak, hozirda AIdan ko'pchilik, ya'ni sun'iy intellekt potensialidan ko'pchilik foydalanadi, jumladan biz ham foydalanamiz. Buni potensialidan foydalanganingizda mana acknowledgement qismida yozib o'tish mumkin. The authors gratefully acknowledge the use of OpenAI's language model ChatGPT, GPT-4 version for assisting and refining the language, improving the clarity of scientific writing and enhancing the overall structure of the manuscript. Demak, maqolani yozishda, uni bir-biriga bog'liqligini oshirishda va o'qilishi oson bo'lishi uchun ChatGPT potensialidan foydalandik deb acknowledgement qismida yozib o'tish kerak. Demak, close, bu narsani biz bajarganmiz. Demak, manuskriptni yo'llaymiz. Manuscript, declare of interest statement. Ko'p narsa so'ralmagan ekan. Keyingisi belgiladik. Mana fayllar, upload bo'lgan fayllar bu yerda ro'yxatda chiqaveradi. Demak, yana siz cover letter jo'natmoqchisiz. Demak, cover letterni ham qo'yamiz, lekin bu yerda talab qilinmagan ekan yulduzchaliklari. Mana declaration of interest statement, manuscript
talab qilingan ekan. Cover letter zarar qilmaydi. Demak, yukladik. Undan keyin highlights for reviewer. Highlightsni ham kiritib qo'yganimiz yaxshi. Taqrizchilarga ma'lumot olish uchun yanayam oson qilgan bo'lamiz. Keyingisi highlightsdan keyin title page, highlight graphical abstract for review debdi. Supplementary material bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha materialingiz, uni ham belgilab qo'yasiz. Graphical abstract sifatida table of contentni yuklab ko'ramiz. Demak, mana hammasi yuklandi. Kerakli bo'lgan fayllar. Demak, proceed. Region of origin. Select the region of origin. Demak, Uzbekistan deymiz. Proceed. Please confirm that you have mentioned all organizations that funded. Demak, acknowledgementda ham agar loyiha doirasida bajarilgan bo'lsa, o'sha bizda asosan loyihani Innovatsion rivojlanish agentligi beradi. O'sha Innovatsion rivojlanish agentligi haqida va loyihani nomerlari bo'ladi, ID nomerlari, o'shalarni kiritib qo'ygan ma'qul. Demak, masalani kiritib o'tganmiz deb yozdim. Demak, additional information shart emas. Additional information. Demak, mana ko'rib turibsiz. Limit 30 ta so'z deyapti. Anaqa uchun, title uchun o'zi maqolani yuklagandim, avtomatik topib oldi. Bu demak abstract 350 ta so'z limit ekan. Demak, menda 129 ta hammasi joyida abstraktda. Keywords, demak keywordsda 6 ta. Mana 5 ta bo'lgan ekan. 1 2 3 4 5 6 ta. Limit 5 ta ekan. Buni qo'yamiz. Demak, 5 taga tushdi mana. Okey, mana qizillar yo'qolyapti. Demak, o'zim haqimda ma'lumotni kiritib o'tishim kerak bo'ladi. Rol hamma maqolada siz nima vazifani bajargansiz. Demak, nima qilganman? Editing, original draft, example, data curation, investigation. Okay. Saqladim. Demak, Muhammad Al-Marjani emailini qo'yganimiz ma'qul. Demak, yo'qliklar bilan tugamiz bu ishni. Demak, institution Mustansirayah institute. Demak, rol nimalar qilgan bular? Methodology, investigation, validation, visualization. Demak, save qilamiz. Ya'ni men buni ikkita odam deb qabul qilib yuboribdi. O'shaning uchun platformada biz buni o'chirib qo'yamiz.
Demak, keyingisi Rohat Muhammad. Hmm, shunchaki yozyapman men bularni emailini. Hozir ko'rsatish uchun Mustansiraya University. Subsolution, data creation, formal analysis. Demak, bu ham yozgan, editing qilgan. Bizni hamkasbimiz. Demak, bu institute, irrigation evaluation. Demak, software supervision, regression formal analysis. Thomas, demak, buni hamza. Siraya University. Acquisition, editing, supervision. Mana demak, hech qanaqa tizim bilan belgilangan xatoliklar qolmadi. Demak, next. Bitta funding. Hech qanaqa fundingdan foydalanilmagan bo'lsa, buni belgilab qo'yasiz. Agar fundingdan foydalanilgan bo'lsa, boyagi aytganimdek, hamma funding olgan tashkilot va loyiha kodini kiritib qo'yganingiz ma'qul. Demak, jurnal mana hamma bosqichini bosib o'tdik, fayllarni yukladik, general information berildi, qo'shimcha ma'lumotlar, komment. Demak, oxirgi jurnalga jo'natishdan oldin hammasini build PDF for approval deymiz. Demak, hozir hamma platforma publishing options belgilashimiz kerak. Staking versiyadan foydalanamiz. Agar pul berib chiqarmoqchi bo'lsangiz, u ham mumkin. Bu gibrid jurnal hisoblanadi. Pul bersangiz open access qiladi, pul bermasangiz demak yo'q. Subscription based tanlaymiz bu yerda. Save and return. Seed. Demak, hozir hamma ma'lumotlarni qo'shib, demak, building PDF. Ba'zi bir jurnallarda, misol uchun, fizika, kimyo, ba'zi bir reaksiyalar va hokazo ularni bajarganda datalar so'raladi. Ba'zida u datalarni so'raganda datalarni platformaga yuklash kerak bo'ladi. Yo bo'lmasa, agar qiziqqanlarga bu ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, jiddiy sabab ko'rsatilsa, biz ma'lumotlarni data sharing qilamiz. Ya'ni ma'lumotlarni bo'lishamiz deb yozib qo'ysa ham bo'ladi, platformaga yuklamasdan. Agar sizni eksperimentingizda hayvon bilan yo bo'lmasa klinik triallar bajarilgan bo'lsa, odamlar bilan turli xil eksperimentlar bajarilgan bo'lsa, o'sha etika komissiyasini xulosalari ham bo'lishi kerak. Mana demak, bizda action links chiqdi. View submission, edit submission, approve submission. Mana buni bosadigan bo'lsa, approve bo'ladi. Hozircha biz view submissionni demak belgilaymiz. Mana demak, submit qilgan fayllarimizda mana
birma-bir ko'rib chiqsak bo'ladi. Oxirgi marta xatosi bormi, yo'qmi? Demak, cover letter yuklandi mana, declaration of interest statement, maqolani o'zi. Demak, ko'rib olishimiz mumkin hammasini. Demak, highlights bor. Undan keyin table of content image bor. Demak, hammasi joyida. Hamma ma'lumotlarni yuklaganmiz. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Endi jurnalga jo'natish uchun shunchaki action links approve submission desangiz bo'ldi. Submission ketadi. Mana current status, keyin platformaga kirib doim statusni ko'rib borishingiz, kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi submit qilganingizda submitted to journal bo'lib chiqadi statusi. Agar refereega borgan bo'lsa, with referee, with editor bo'ladi, kechirasiz. Muharrirga jo'natilgan bo'lsa, with editor chiqadi. Agar editor uni demak refereelarga jo'natishi mumkin. Bu protsess quyidagicha. Demak, maqola submit qilganingizdan keyin kutishingiz kerak, etikaga qarshi ish qilmasligingiz kerak. Ba'zi birovlar boshqa jurnalga ham bir vaqtda submit qiladi. Bu umuman maqola chop etish etikasiga to'g'ri kelmaydi. Mana, demak, hozir biz mana bu submission bosqichida turibmiz. Demak, approve qilsam submit bo'ladi. Undan keyin demak, plagiatdan tekshiriladi, muharrirga boradi. Agar muharrir ko'radida uni cover letterni o'qiydi. Agar maqola sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, yangiligi bo'lmasa reject qiladi, yo bo'lmasa reject with transfer offer. Sizga agar siz jo'natgan maqola jurnalni skopga mos kelmasa, muharrir 2-3 ta jurnal ham so'raydi. Shunda boshqa jurnalga transfer qilishni taklif qiladi. Siz qabul qilishingiz mumkin yoki reject qilishingiz mumkin. Endi aytaylik, sizni maqolangiz taqrizchilarga jo'natildi. Odatda taqriz 2 haftadan 1 oy, 1,5 oygacha davom etadi. Sizni maqolangiz siz bilmagan, ya'ni blind reviewerlarga jo'natiladi. 3 ta 4 ta taqrizchilarga, odatda kamida 2 ta yo 3 ta taqrizchilardan sharhlar olasiz, komment olasiz. Demak, peer review prosess ketdi. Taqriz kelgandan keyin yana editorial muharrirlarga kelib tushadi, editorial board memberga. Demak, sizdan so'raladi qayta anaqa qilish, qayta ishlash. Har bir bosqichga taqrizchilarni sharhlariga javob yozasiz. O'sha bo'yicha qo'shimcha eksperiment so'ragan bo'lsa, qo'shimcha eksperiment, qo'shimcha ma'lumot so'ragan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot qilib, ma'lumotlarni ishlab, qo'lyozmaga, manuskriptga qo'shib, o'zgartirishlarni ko'rsatib yozasiz. Yana uni revisionni qayta ishlaganingizda jo'natasiz. U yana taqrizchilarga jo'natiladi. Agar taqrizchilar qoniqishsa javobingizdan, demak, ular muharrirga javob yo'llaydi. Mayli, shu holatda mana pre-accept, qabul qilinsin deydi. Demak, qabul qilingan maqolangiz formati jurnal formatiga moslanadi. Undan keyin qabul qilinadi. Oxirgi marta proof keladi, link jo'natadi. O'sha linkdan kirasizda ularni savollar qo'yib qo'yiladi. Savollarga javob berasiz. Kamchiligi bo'lsa to'g'rilaysiz. Oxirgi marta bundan keyin proofni jo'natadigan bo'lsangiz, уже onlayn maqolangiz publikatsiyada e'lon qilinadi. Demak, bundan keyin hech qanaqa o'zgartirish kirita olmaysiz. Shuni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Demak, maqolani jurnalga jo'natish shu tarzda amalga oshiriladi. Approve submission bo'lsa ketadi. Men hozir buni sizlarga ko'rsatish uchun shunchaki bajardim. Demak, statusi mana bu yerdan ko'rib turiladi. Birma-bir statusi o'zgarib boradi. Demak, bu yerda hozir men action linkdan remove submission buni olib tashlayman.
Demak, main menyuga keladigan bo'lsak, hech qanaqa submission yo'q. Submit qilgan mana demak PDF for submission. PDF generate bo'lgani haqida menga informatsiya keldi. Taqrizchilardan savol sharhlar kelganda ham xuddi shu tarzda emailingizni kuzatib boring, yo bo'lmasa platformaga kirib uni submit bo'lgan maqolangizni statusini o'zingiz kuzatib borsangiz bo'ladi. Demak, savollaringiz bo'lsa kommentlarda yozib qoldiring, vaqt topib javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.